Xo'p, endi menda nastroykalar to'g'irlangani uchun Windows qismidan Workspace kirib turib reset qilib beraman. Sizlarga o'xshab, hozir bundan oldingi holati men to'g'irlab qo'ygan edim. Endi bu yerda chap tomonda instrumentlarimiz, tepa yuqori qismida menyular, tezkor panel mana qismida ham va o'ng tomonda o'sha bizga kerak bo'lgan nastroyka qismlari ochiladi, instrumentlari. Sizlarda xuddi shunaqa ochilgan bo'lsa, to'g'irlab olamiz. Buni qanday qilib turib so'zlab olamiz? Asosan qism mo qismini sal tartib keltirib qo'ysak bo'ldi. Buni ushaymanda mana bu qismidan bu qismiga qo'yib qo'yamiz, yana ushlab turib mana layer qismi yuqoriga chiqadi va bizga oson bo'ladi. Endi mana oq qismlari bizda oq, mana movi chiziqlarimiz grid deyiladi. Bu chegaradan chiqib ketmasligimiz uchun va shu qismi ichki qismida yozsak ma'lumotlarimizni to'g'ri chiziq holatda ham bizga tartiblab berib turadi. Shu chegaradan chiqib ketmagan holatda yozsak, bizda rasm qo'yganimizda markaziroqda chetki qismiga o'tib qolmaydi so'zlarimiz yoki tasvirimiz kerakli qismi. Shuning qo'yilgan. Buni olib tashlash uchun view qismidan clear GUIDs qismini tanlaymiz. Endi agar sizlarda lelinki bo'lmasa, Ctrl+R ni bosasizlar yoki Ctrl+R ni bosaman qaytib chiqadi yana, yoki bo'lmasa view qismidan mana ruler. Xo'p, endi biz hozir ko'rib chiqadiganimiz mana bizlar ochgan nomimiz shunaqa nomda saqlanib qoldi. Endi hozir rasmni ikki xil holatda olib tashlashim mumkin. Birinchi holatni hozir rasmga kiraman. Download Photoshop uchun rasmlar. Mana bizda rasmlar bor. Shu rasmlarni men ushlab turib Photoshop dasturiga kelib turib men tashlasam, mana holatda tushadi. Mana tushdi mana. Buni mana har joyga surib qo'ydim. Enter bosam, mana belgilanib turgan qismi yo'q bo'ladi. Bu rasmni surish holati mana Move Tool orqali. Move Tool mana yozuqdan rasm toshbaqani ko'rayotganmiz, toshbaqani surib ko'rsatib qo'yapti bizga nima vazifani bajarishini. Endi bu rasmni bu layer qismida o'sha rasmlarni qaysi biri ketma-ket turishini hal qilib bergan qismi. Yana to'xtalib o'tamiz. Hop, endi keyingi rasm o'qizam, qaranglar. Bu yerda menga значок chiqib qoldi. Endi men file open qilib turib rasmni ochaman. Masalan, shu akva. Qaranglar, bunda alohida rasm ochdi, yuqori qismida ko'rinib turibdi. Endi qulf olib turamanda Move Tool orqali mana rasm ushlab turibdi, ustiga kiysam birinchi ochgan varog'imiz mana bu holatda tushadi. Endi Ctrl+T tugmasini bosaman va rasmni kichkinlashtiramiz. Shu paytda Shift tugmasini bosib olsam mana rasmimiz o'zgarmasdan o'lchami qisqarib kichkinlashyapti. Agar Alt tugmasini bosib olsam mana markazda kichkinlashib kattalashadi mana. Chetga ketib qolmaydi. Endi mana Enter bosib chiqib ketaman. Bu belgilangan holatdan. Bu ikkita holatda mana birida значок bor, birida yo'q. Agar значок bo'lsa monaqa rasmimizning sifati o'zgarmaydi. Bunda ham o'zgarmaydi, sal o'zgarish farqi bo'ladi baribir. Mana bu birinchi ko'rayotganimiz hozir Move Tool instrumentini ko'rsatib ketyapti. Hozir ham tanishtirib o'taman. Biroz bugun ko'rganimiz o'sha bitta rasmlar qanaqa qilib surishi va qanaqa turib ochish holatini ko'rsatib o'tyaptim. Mana shunaqa qilib turib rasmlarimizni Ctrl+T ni bosaman, burchakdan Shift tugmasini bosib olsam mana mana holatda rasmimizning proporsiyasi o'zgarib ketmaydi. Mana rasmni qo'ydim. Yana rasmlarni olib kelib joylashtirib tashlasak bo'ladi. Bo'pti. Mana shu hozir Move Tool'da ishi. Yana keyingi videolarda keyingi instrument va qulayliklarni
tanishtirib o'taveramiz.